Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Ərkin Asiya radiyosu tor televiziyasının ھەپتىلىك Хәвәрләр proqrammasını görüyorsunuzlar. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jəryanida radiomuzda berilgan Uyğurlarga münasibətlik mühim vaqealardan məlumat berimiz. Hörmətli görərmənlər, mən Ərkin, tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatlarında olsun. Xotan Pedagog Ali Texnikum muavin müdiri Barat Tursunbaqının bir yıl burun tutqun qılınğanlığı aşkarlandı. Ma'lum bo'lishicha, Barat Tursunbaqi Keriya turmasida tutib turilmoqda ekan. Barat Tursunbaqining tutqun qilinganligi Uyg'ur aynidagi ma'lum bir oliy maktabning siyosiy o'rganish yig'inining naq maydoni ekanligi ilgari surilgan bir ovoz xotirasida tilga olingan. Mazkur ovoz xotirasi chet el ijtimoiy taratqularida keng tarqalgan edi. Muxbirimizning bu jipuchiga asosan elib borgan telefon ziyoratlari davomida Xotan Pedagogika oliy texnikumining bir sobiq xodimi Barat Tursunbaqining buningdan bir yil burun tutqun qilinganligi, navbatda uning Keriya turmasida ekanligini dalilladi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 50 yoshlar chamasidagi Barat Tursunbaqi aslida Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib, 20 necha yil mobaynida mazkur maktabda xizmat qilgan ekan. 1988 yildagi Uyg'ur o'quvchilar harakatining rahbarlaridan biri bo'lgan Varis Ababakrining 24 noyabr kuni Urumchida kasallik sababidan vafot bo'lganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, oxirgi qitim bu yil 1-oyda lagerga elib ketilgan Varis Ababakri 11-oyning o'tirlarida lagerdan qo'yib berilgan. Lekin u lagerdan qo'yib berilib, bir haftadan keyin vafot bo'lgan. Uning kasal sababli vafot bo'lganligi ilgari surilsa-mu, lekin uning o'lish sababi qattiq gumon qo'zg'amoqda. Dünya Uyghur qurultayı Varis Ababakrining o'limi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoy hokimiyatini Sharq Turkistondagi Uyg'ur sarxillariga ziyonkashlik qilish bilan ayblagan. Varis Ababakri 1983-yili Şinjan universitetining fizik fakultetiga o'qishga kirgan bo'lib, u 1987-yili Studentlar fan madaniyat uyushmasining qurilishi va uning faoliyatlarida 1988 yildagi o'quvchilar namoyishlarida yetakchilik rol o'ynagan halqiliq shaxslarning biri edi. Shu sababli u 1988 yili 9-oyda maktabdan haydalgan. U jamiyatga chiqqandan keyin shirkat qurib, madaniyat oqartish ishlarini davomlashtirib kelgan edi. Rossiya Federatsiyasiga qarashli Tatariston Cumhuriyatining poytaxti Qozonda siyosiy panohlik so'ragan qo'shkezak Akufka Shahrizod bilan Shahriyar Shavkatlardan Shahrizodning siyosiy panohlik iltimosi Rossiya hukumati tomonidan yana rad qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Qozon shahridagi bir yerlik sud 25 noyabr Shahrizodning iltimosini rad qilgan. Navbatda Shahriyarning sudi dekabrda ichiladi ekan. Ularning advokati Zöhre Hamrayevaning radiomizga bildirishicha, ular Rossiya oliy sudiga arz sunishga tayyorlik qilmoqda ekan. U Mubada oliy sud bu iltimosni rad qilsa, u vaqtda ularni Rossiya qonunlari bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortish ham Rossiya chegarasidan chiqarib etish xavfi tug'ilganligini bildirdi. Navbatda ularning panohlik iltimosi Rossiya taratqullarining alohida diqqatini qo'zg'amoqda ekan. Rossiyaning Kommersant gazeti Xitoydan kelgan tatarlarga Qozondan o'rin tepilmadi deb xabar bergan. Uyg'ur aynida tug'ilib, 2015-yili Qozondagi Federatsiya universitetiga o'qishga kirgan Shahrizod bilan Shahriyar o'tgan yil Rossiya doiralaridan siyosiy panohlik tilgan edi. Germaniya avtomobil shirkati Volkswagen 27 noyabr radiomizga bayonot berib, o'zining Urumchida zavod qurganligini aqladi. Volkswagenning bayonotida ilgari surishicha, mazkur shirkat Uyg'ur diyorining vaziyatidan xabardor bo'lib, ular mazkur rayonning vaziyatini kuzatmoqda ekan. Bayonot yana mazkur shirkatning Urumchidagi avtomobil zavodi yerlik iqtisodning taraqqiyotiga to'kib qo'shayotganligini ilgari surgan. Volkswagenning Urumchida zavod echishi kishilik huquq tashkilotlarining izchil tanqidiga uchrab kelgan edi. Yaqinda Xitoyning Uyg'ur aynidagi lagerlarga doir maxfiy hujjatlarining oshkorlanib, Volkswagenning Urumchidagi zavodini taqash chaqiriqi texnik kuchaygan. Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar jamiyati Volkswagenning Urumchidagi zavodini taqishni talab qilgan. Mazkur tashkilotning direktori Ulrich Delius ziyoratimizni qabul qilib, shirkatning xizmat nizomida kishilik huquqni qo'llaydiganligi, uningga amal qiladiganligi ta'kidlangan. Biz mustaqil tekshiruvchilardan bu shirkatning hozirgacha Sharq Turkistondagi Uyg'ur, qozoq xalqlarining huquqini qo'g'dashda nima ishlarni qilganligini bilishni istaymiz dedi.
Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 26 noyabr Xitoyning yaqinda oshkorlangan Uyghur rayonidagi lagerlarga aloqador maxfiy hujjatlarga baho berib, bu hujjatlar Xitoyning lagerlardagi musulmon Uyg'urlar va boshqa asonliq millatlarning kishilik huquqini intayin eg'ir dafsanda qilayotganligini isbotlab berganligini bildirgan. Mike Pompeoning ta'kidlashicha, bu hujjatlar Xitoy Kompartiyasining lagerlardagi tutqunlarning kishilik huquqiga xiloflik qilayotganligi va ularni xo'rlayotganligiga doir intayin kuchlik va kunsiri ko'payayotgan dalillar bilan birlikka ega ekan. U bu so'zlarni 26 noyabr kuni o'tkazilgan axborot yig'inida ta'kidlagan. Buning oldida Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi Liu Xiaoming bu hujjatlardan soxta ekanligini ilgari surgan edi. Washingtondagi xalqaro tekshirish axborotchilik birlashmasi 24 noyabr kuni oshkorlagan Xinjiang hujjatlarida lagerdagi tutqunlarga doir nurg'un ko'rsatma, yo'l yo'riq va istixborot doklati yer olgan. Hürmetli televizyon izləyicilər, yuqorida Ərkin radiyosi tor televiziyasının ھەپتىلىك خەۋەرلەر proqrammasını gördüңlər. Kelər həftə görüşkəcə aman bolunglar. Xeyir xoş.